Assalomu alaykum. Men ismim Xodiyev Shohakobir. 9 yildan beri Dezintaj kompaniyasida faoliyat yuritaman. Bugun sizlar bilan hasharotlar haqida, ya'ni tarakan haqida gaplashamiz. U qanaqa ko'payadi, odamga nima zararlari bor, undan tashqari qanaqa yo'qotsa bo'ladi, nega tez ko'payadi, qatlada tezroq rivojlanib, tezroq ko'payadi. Shu haqida gaplashamiz. Agar sizni uyingizda ham hasharotlar bezovta qilayotgan bo'lsa yoki bo'lmasam shu soha sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bizlarni kuzatishda davom eting. Mana shu videoga like bosing va podpiska bo'lib qo'yganingiz yaxshiroq. Yaxshi kontentlar qo'yib boramiz. Ko'pchilik odam uyida bir dona yoki 2 dona tarakan ko'radi, lekin hech qanaqa xavotirga tushmaydi. Endi chiqishni boshlayapti, men bemalol yo'qotib olaman deb o'ylaydi. Lekin bu xato. Bitta ikkita ko'rdingizmi, aniq siz uyingizda yana 10 ta, 15 ta, 20 ta yoki yuzlab ham bo'lishi mumkin. Nega? Tarakanlar o'zi kechki hayot kechiradi, ya'ni yashirin va kechki hayot kechiradi. O'shaning uchun ko'pchilik odam ko'payib ketganini payqamay qoladi. Undan tashqari tarakanlar asosan keladigan joyi qo'ni-qo'shnilarnikidan bo'ladi. Qo'ni-qo'shnilar uyini dezinseksiya qilgandan keyin sizni uyingizga yaxshi dezinseksiya qilinmagani uchun sizni uyingizga ancha-muncha tarakanlar kirib keladi. Undan keyin siz unga har xil kerak emas preparatlarni ishlatib yo'qotishga harakat qilasiz, lekin hech qanaqa natija ola olmaysiz. Nega? Chunki tarakanga to'g'ri preparatlarni to'g'ri grammaji bilan to'g'ri qo'llanmada ishlatmasangiz foyda bermaydi. Nabarot teskari ishlab uyingizda hasharotlar yoki tarakanlar ko'payib ketadi. Undan tashqari ko'pchilik uyida misol uchun ovqatlangandan keyin yoki choy ichgandan keyin dasturxonni sirazu yig'ishtirib tashlamaydi-da, o'shanda qoladi 1-2 soatlab. O'sha narsalar tarakanni o'ziga jalb qiladi. Keyin ko'pchilik uyida musor saqlaydi, ya'ni o'sha rakvinaning tagida musor saqlaydi. O'sha saqlash ham noto'g'ri. O'sha musorni sirazu vaqtida otib yormaslik ham, ya'ni qolib ketadi musor. Misol uchun o'sha bitta chelakda musor bo'lsa, 2 kun, 3 kun turadigan bo'lsa, u sirazu hidi tarakanni o'ziga jalb qiladi. Iloji bo'lsa, mana shunaqa musorlarni o'sha balkondan tashqarida, agar domda tursangiz, balkondan tashqariga ilib qo'ygan yaxshiroq. O'shanda uyingizga tarakan kelishi juda ham kamayadi. Undan keyin uyingizda yosh bolalaringiz bo'ladigan bo'lsa, o'sha dasturxonda o'tirib ovqat yemasdan o'sha yurib non yeyishlari, har xil shirinlik yeyishlari tarakanni o'ziga chaqiradi. Nega? Ushoq tushadi. Ushoq tushgandan keyin o'sha tarakanlar o'shanga kelib, o'sha narsadan ko'payib ketadi. Endi agar shuni hammasini bittada bo'ladigan bo'lsa, misol uchun ham uyingizda musor saqlasangiz, ham uyda yosh bolalar bo'ladigan bo'lsa, ham choy ichgandan keyin sirazu dasturxon yig'ishtirib olmasangiz, bu narsa o'zingiz bilasiz qanaqa ko'rinishga kelishini, ya'ni juda ham ko'payib ketadi. Tarakanlar odatda tez ko'payadigan joyi kuxnya, balkon va vanna tualetlarda tez ko'payib ketadi. Juda ham ko'payib, ularga qulay sharoit o'shet, juda ham tez ko'payib, keyin yo'qotish ham qiyin bo'lib qoladi. Endi tarakanlarni yo'qotishni, oldini olishni harakatini qilaman deb ko'chaga chiqsangiz, qanaqa preparat olishingiz kerak? Iloji bo'lsa, o'sha internetlarda ko'rgan, ishonch bildirilgan preparatlarni olib ishlatib ko'rganingiz yaxshiroq. Ya'ni o'sha odzivlari yaxshi bo'lgan, agar ishonch hosil qilsangiz. Lekin ular ham 100% natija beradi deb bo'lmaydi. Chunki tarakanlarda o'zi umuman hamma hasharotlarda 3 xil holat bo'ladi: yengil, o'rta, og'ir. Agar sizda o'rta holat bo'ladigan bo'lsa yoki yengil holat bo'ladigan bo'lsa, ko'chadagi preparatlar bilan yo'qotsa bo'ladi. U ham lekin 80 ga 20. Agar sizda og'ir holat bo'ladigan bo'lsa, o'sha dezinseksiya qildirmasangiz bo'lmaydi. Chunki hech qanaqa qo'lbola preparatlar yoki bo'lmasam ko'chadan sotib olingan bitovoy dorilar yordam bermaydi. Sizga o'sha professionalniy preparatlarda professional dezinfektorlar kelib qilib bergani natija beradi. Qolgan holatlarda natija ola olmaysizlar. Zararlariga keladigan bo'lsak, uyingizda yosh bolalar bo'ladigan bo'lsa, tarakanlar o'sha yosh bolalarning qulog'iga kirib yoki bo'lmasa ovqatga tushib, o'sha oshqozon o'tkir ichak kasalliklarini keltirib chiqaradi. Undan tashqari uyingizga mehmon keladigan bo'lsa ham, uyingizda tarakan ko'radigan bo'lsa, o'zingiz bilasiz, hech kimga yoqmaydi. Uydan bu narsa yegiz kelmay qoladi. Agar sizda shunaqa holatlar bo'lmasligini xohlasangiz, tarakanlarni chiqishini oldini olishni xohlasangiz uy sharoitida yoki bo'lmasa dezinseksiya qildirmoqchi bo'lsangiz, bizga murojaat qiling. Tekinga konsultatsiya beramiz uy sharoitida yo'qotish bo'yicha yoki bo'lmasam borib uyingizni dezinseksiya qilib beramiz. YouTube'da ham juda ham ko'p uy sharoitida yo'qotish bo'yicha videolarimiz bor. Obuna bo'lib, o'sha videolarimizni kuzatib borsangiz, to'liq qanaqa preparatlarni ishlatish kerak, qanaqa holatda necha grammajdan solish kerak, hammasini tushuntirib o'tganmiz. Bemalol ko'rib foydalansangiz bo'ladi. Konsultatsiyalarimiz bepul. Dezintaj kompaniyasining YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'ying.